Sizlar bilan men Bekir. Avvalgi YouTube kanalimning ismi Crafts Mouse edi. Endi men Bekir nomiga o'tkazdim. Unda videoga boshlaymiz. Bugungi videoning ismi Top 5 ta Craftsmandagi lifehacklarni sinab ko'ramiz. Unda qani ketdik. Craftsmanda Ender portal bor, lekin Endermandan tushadigan ko'z yo'q. Unda tekshirib ko'ramiz. Go. Mana birga ham kirib oldik. Endi mana qurib olamiz. Endi mana qurib oldik. Endi men bu yerga o'tib qaraylikchi. Bu yo'q. A few moments later. Topguncha qorong'i tushib ketadi-yu. Topolmayapman. Qani bu endi Endermanni qo'yib ko'raylikchi. Tusharmikin. Qani Yo, what the? Bu rostdan ham to'g'ri ekan. Bu bunaqamizni to'g'ri deb hisoblaymiz. Bu lifehack to'g'ri ekan. Endi keyingisiga o'tamiz. Top ikkinchi lifehackga o'tsak, Craftsmanda diamond bilan qo'yjunni aralashtirsak, diamond jun paydo bo'lar ekan. Sinab ko'ramiz. Mana yerga ham kirib oldik. Mana qo'yjun bor. Mana ichimga o'tirib olaman. Diamondni olsak, keyin mana endi ersak qo'yib mana buni what? Bu Короче, bu xato ekan. Xato. Ikkinchi lifehackimiz xato ekan. Keyingi lifehackga o'tsak, ketdik. Sizlarga bir narsani aytsam, o'zi bu videoni top 5 ta emas, top 2 ta lifehacklarni qilmoqchi edim. Shundan mana nimaga video chiqarmayapsan, Telegram kanal ochdim deb YouTube'ga shorts qo'ygansan desanglar, men silka qo'ya olmayapman-da anaqaga. Menga o'rgatib yuborsanglar, men o'zim sizlarga o'zimni Telegram kanalimni ko'rsataman. Mana shu yerga 5 ta yoki 10 tami mod tashlab qo'yganman. Ulardan mazza qilib foydalanishingiz mumkin. Agarda menga Telegram va silka tashlashni o'rgatsanglar, silka qo'yishni nima desa, ana shuni o'rgatsanglar, men sizlarga Telegram kanalimni silka qilib tashlayman. Unda hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha, keyingi videolar ko'p chiqishini xohlasangiz, kanalimga obuna bo'lib, videolarimga like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha.